Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana yana bemorimiz, onaxonimiz bizada lecheniya olyaptilar. Mana hozir nechinchi kuningiz xola? Mana bugun 5-kunim. Mana 5-kun muolajalari, 5-kundagi holatlarini, qanaqa holatda kelganliklarini o'zlari tushuntirib, ta'riflab beradi. Men bundan oldin ham kelganman. Ozgina lecheniya olib ketganman, kun chilla bo'lgan, issiq bo'lgan, keyin kela olmaganman. Kuzga qo'ydim, mana keldim. Oldingi kelganimda o'sha nimada edim. Oldin birinchi kelganda kalaskada edim. Ikkinchi kelganda Xadonovda yurdim. Mana xudo xolasa bitta hassamdan chiqib ketish mo'ljalim bor. Xudo xolasa, hassasiz chiqasiz inshaalloh. Allohga shukr, shunchalik yaxshi nima qilib ishchilaringiz, hamma nima qilayotgan, protsedura qilayotgan bolalar, например, anaqa, Shahzod, keyin Shahzamon, keyin Sabina, mana Ulug'bek, Navruzbek, Madina, hammasi juda ham insonga yaxshi anaqa отношение qilib, mana shunchalik meni yurgizib. Avvalambor Abdulaziz, sizga rahmat, katta rahmat. Mana 3 ta qilgan muolajangizni o'zi meni yurgizyapti. Mana xudo xolasa, mana o'zim boya Moskvadan o'g'lim telefon qiluvdilar. Ha, opam natijasini ko'rsating deb videoda ko'rsatdim. Yurgan natija. Xursand bo'ldilar? Juda ham xursand bo'lib ketdilar. Hammanglarni murojaat tanjoninglar sog' bo'lsin. Iloyimdan ham rivojlaninglar. Ko'proq duo qilinglar bizani. Duo qilamiz, hamisha duo. Men shunday ahvolda kelib, hamyog'im og'rib, hamyog'im nima qilib keldim-u, 3 kunning ichida men oyog'im 15 qadam bosdim. O'zingiz xabaringiz bor. 15 qadam bosdim. Mana shuni o'zi katta menga 1 yil 1 oy, 7 oy pastelda yotgan odamga bu katta yutuq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Inshaalloh, albatta. Biz ham xursandmiz buni rezultatlardan. Endi hammasi Allohdan. Biz ham bandamiz. Alloh shifo bersin sizga. Yo'q, klinikalarga gap yo'q. Nima, personalga gap yo'q. Mana ish qilib povrilar, Gulchehraxon, mana resepsiyonda o'tirgan ayol, hammasi xushmuomala, nima, berayotgan ovqatinglar rozi bo'linglar, juda ham yaxshi ovqatlar. Somsa deysizmi, moshkichir yegimiz keldi, moshkichir ham qilib berishdi. Ish qilib hammasi chiroyli bo'lyapti. Mamnun bo'lsanglar bo'ldi. Yo'q, biz juda ham mana palatamizga kirib intervyu olsangiz ham bo'ladi. Hammasi mamnun. Xorazmdan kelgan ayol bor, mana Buxorodan kelgan ayol. Juda ham hammamiz mamnunmiz. Anjoninglar sog' bo'lsin, iloyim. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa, demak, o'sha 5-kundagi 5-kunda ancha sizda yaxshi rezultatlar bor. O'zingiz xursandsiz. Muolajamiz yoqyapti. Muolajamiz unaqa odamni qiynab qo'yadigan muolaja emasmi? Yo'q. Yaxshi? Yo'q, juda ham. Chunki ukol yo'q. Dori olib kelinglar degan narsa yo'q, nima yo'q. Faqat fizioterapiya bilan tuzatyapsizlar. Anjoninglar sog' bo'lsin. Xudo shifo bersin. Qancha joyga bordik, nima qildik, haligi kapelnisalar ham oldik, boshqa ham unaqa bo'lmadi. Bu rezultat boshqacha bo'ldi-da. Endi bizani markaz reabilitatsion markazda, ya'ni kasalxona emas, biz dori-darmon bilan shug'ullanmaymiz. Biz o'sha dori-darmon bilan o'sha birinchi yordam ko'rsatishgandan keyin bizga kelganligi reabilitatsiya qilib, ularni o'zini organizmini o'zi tiklashga turtki berib yordam berish maqsadimiz. Ana o'shani hisobidan organizm o'zini tikla olsa, inshaalloh siz xursand bo'lgandek rezultatlarni ko'rishadi. Qo'limni ko'tara olmas edim. Mana bemalol qo'limni ko'tara olaman. Tash qo'lim og'rirdi-da. Hozir qo'limni ham bemalol ko'tara olaman. Anjoninglar sog' bo'lsin, ishinglarni rivojini bersin. Ilohim bundan ham rivojlanib, bundan ham katta bir nima ochinglar, больницаlar ochinglar. Anjoninglar shunaqa o'qitinglar bilan обязательно katta hammaga foydanglar tegsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bola chaqanglarni oqtirib ko'ringlar. Duoda, hamisha duodamiz. Anjoningiz sog' bo'lsin.